Bu o'rta gap bo'lishi mumkin emas. Men o'ylagandan ham ziyoda bo'ldi. Ziyoda bo'ldimi? Mana Assalomu alaykum hurmatli fermerlarimiz, dehqonlarimiz, chorvadorlarimiz. Mana 2025-yil 28-iyul biza Namangan viloyatining Kosonsoy tumanining qaysi qishlog'idamiz? Qo'qonboy qishlog'idamiz. Bu yerda bizani Ne'matullo akamiz ikki xil bizani navimizni ekkanlar. Bu yerda ikki xil navimiz, bittasi 596, bittasi ikkinchi navimiz TK 6063 navlari. Okajonim, navlarimiz bo'yicha taassurotingiz, holati qanaqa chiqyapti? Mastani qanaqa beryapti? Yo'q, men o'ylagandan ham ziyoda berdi. Siz o'ylagandan ham ziyoda bo'lyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Avvalambor sizga rahmat, Sardor akamga rahmat. Rahmat. Mana bu bizani distribyutorimiz, bizani savdo bo'limini boshlovchilari Sardor Bey. Sardor Bey bilan bular oldi berdi qilishgan. Bu o'rta gap bo'lishi mumkin emas. Men o'ylagandan ham ziyoda bo'ldi. Ziyoda bo'ldimi? Mana har bitta mashina tashuvchilaringiz bilan gaplashdik. Inshaalloh mashina tashuvchilarida ham yetishyapti. 45-50% gacha dom bo'lib ketdi. Mana hozir bu yo'llarni o'rayotganimizda sho'pir akalarni o'ziga chaqirib, mana mashinani ichiga o'tkazib, ko'ring deb chiqarib ko'rsatdi. Shuni chiqib videosini ham qildi. Fermer akalarimga tavsiya qilaman. Shu urug'ni tavsiya qilaman. Bu o'zingiz ko'rganingizdek, mana boya ham tushuntirib o'tdim. Biz har bir joyga kelganimizda har bir dehqon bilan individualni gaplashishga harakat qilamiz. Mana bo'yi uzun gibridlar, hozir har xil kelayotgan gibridlar va o'zimizda eski bo'lgan gibridlarni yomon tarafini, bu misol silis yo'nalishida mana yangi kelgan gibridlarni qanaqa dom berishi, qanaqa silis ham donga boy bo'lishini sizga ko'rsatib berdik. Aniq ko'rdingiz. Ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Bilan o'zingiz ishondingiz. O'zim ko'rdim. O'zingiz ishondingiz. Men keyin bir narsani odam kasali bo'ladi-ku, hobbisi bo'ladi. Men mana shu makkani ekkanimdan beri ashaga kelib TVSda tursam, men dam olgan bo'laman. Mashallah. Go'zal. Mehnat emas. O'shani TVSga kelib tomosha qilib tursam dam ol, miyalarim dam oladi. Hozir ko'rib ham kombayn ustida yurib maza qildingiz. Ichingiz zavqlandi. Mana hurmatli dehqonlar, mana ko'rgan bo'lsanglar, bu yerda o'xshi necha gektar ekdingiz? O'xshi 5 gektar. 5 gektar bu yerda mana 596 bilan TK 60-63 ekkanlar. Mana bu yo atroflarida mana Mamatga bir ozgina Xrushchev navlarini ekkan ekanlar. Mana yonimizdagi dalani ham qarasangiz Xrushchev navlar turibdi. Farqini hurmatli dehqonlar o'ziga ajratsak bo'ladi. Hozir taxminiy o'rgan joyimiz nechta bo'ldi? Qancha joy bo'ldi? Tonna o'rsi 2 gektar bo'ladi. O'zi asli 1,5 gektar o'rdik. 1,5 gektar joyi o'rdik. 11 ta zilda 11 ta man, ichida manlari bilan 11 ta man haqiqiy hosil chiqdi. Inshaalloh buni tannajini ham bitta o'chlaganlardan keyin, o'lchov bo'lgandan keyin inshaalloh aytishadi. Biza buni hurmatli operatorimiz gektardan qancha hosil berganini ham tegidan qo'yib yuboradilar. Sardor aka, o'tgali 75 tonna bilan 80 tonnani o'rasida olganmiz. O'sha quyi suv bo'lib 80 tonnaga yaqinlashganda 75 dan baland olganmiz uni. Mana bu yerda hamma dehqonlarimiz kutdi. Katta dehqonlarimiz turishibdi. Dehqon akalar, Makkaga qanaqa baho? Zo'rmi? Bo'ldi, rahmat. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Mana katta ob'yomda, katta yerlarda ham mana dehqonlarni o'zini ekib yetishtirayotganini ham olib, inshaalloh syomka qilib beramiz. Bor haqiqatni yuziga chiqarib ko'rsatib beramiz. Sizga rahmat. Bundan oshu, bundan ham yuqori natijalarga erishishingizga avvalambor rahmat aka. Alloh barakotli qilsin, dehqonchiligingizga Alloh baraka bersin. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Greenland Seeds, Tarex sizlar bilan birga inshaalloh. Rahmat.